Malika Ravshanova yosh chaqalog'ini tashlab xizmatga, xalqning olasiga chiqishga nima sabab bo'ldi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Malika Ravshanova qizalog'ini bu joyning atmosferasi hamma yaqinlarimga yoqib qoldi va har kuni yaxshi niyatda duoda. Xudo xohlasa hamma shu joylarda kelib xuddi men kabi mazza qilib dam olib chilla davrini o'tkazishini nasib qilsin, deya postlar qoldirmoqda. Uyida qizimga o'zimdan ham yaxshi qarashadi, shuning uchun bemalol xizmatga keldim, deydi Malika Ravshanova. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.